Ko'pchilik haydovchilar konditsioner yoki isitgichni yoqqanda avtomatik ravishda mashina ichidagi havo aylanmasi tugmasini ham bosib qo'yishadi. Ular buni salon tezroq soviydi yoki isiydi va ko'chadan sassiq hid kirmaydi degan maqsadda qilishadi. Lekin bu tugmani doimiy yoniq holatda qoldirish haydovchini holsizlanishi va hatto avariyagacha sabab bo'lishi mumkin. Obuna bo'ling, hozir tushuntirib beraman. Retsirkulyatsiya rejimi yoqilganda havo yo'llaridagi klapanlar yopiladi va tashqaridan toza kislorod kirishi deyarli to'xtaydi. Tizim faqatgina salon ichidagi eski havoni qayta aylantira boshlaydi. Odamlar nafas olib kislorodni yutgani sari mashina ichida karbonat angidrid miqdori keskin osha boshlaydi. Atigi 15-20 daqiqa ichida yopiq salondagi karbonat angidrid darajasi me'yordan bir necha barobar oshib ketadi. Shu sabab miyaga kislorod yetib bormasligi oqibatida inson o'zini hech qanday sababsiz holsiz seza boshlaydi. Dastlab tinimsiz esnash, keyin ko'zlar og'irlashib, mudroq bosishi kuzatiladi. Eng yomoni, asab tizimining signallari tormozlanib, haydovchining kutilmagan vaziyatda qaror qabul qilish tezligi keskin tushib ketadi. Trassada 100 km/soat tezlikda ketayotgan haydovchining rulda atigi 2-3 soniyaga mikro uyquga ketishi qanday fojia bilan tugashini tasavvur qilavering. Shuning uchun bu tugmani faqat oldingizdan qora tutun chiqarib ketayotgan eski yuk mashinasi chiqqanda, chang to'zonli yo'lga kirganingizda yoki uzun tunnelda harakatlanayotganda qisqa vaqtga 5-10 daqiqaga yoqing. Boshqa barcha holatlarda, ayniqsa uzoq safarlarda u doim o'chiq turishi kerak. Salonga doimiy ravishda toza kislorod kirib turishi sizning rulda sergak, tetik va eng asosiysi xavfsiz harakatlanishingizga yordam beradi.